Diqqat, aholiga jiddiy ogohlantirish. O'zbekistonda dahshatli fojia sodir bo'ldi. Vaziyat jiddiy. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Xabarimiz keng tarqalishi uchun like tugmasini bosing. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling. Poytaxt Toshkentning Mirzo Ulug'bek tumanida yo'l transport hodisasi yuz berdi. Bu haqda Ichki ishlar bosh boshqarmasi Yo'l harakati xavfsizlik boshqarmasi axborot xizmati ma'lum qildi. Qayd etilishicha, voqea joriy yilning 28-sentyabr kuni soat 20:30 larda Mirzo Ulug'bek tumani Amir Temur ko'chasi, O'zbekiston mehmonxonasi qarshisida yuz bergan. 1992-yilda tug'ilgan O.A. ismli haydovchi Zikr rusumli avtomashinasini boshqarib ketayotib, rul boshqaruvni yo'qotib, yo'l chetidagi temir panjaraga urilgan. Yo'l transport hodisasi oqibatida piyodaga va haydovchiga shifokorlar tomonidan birinchi tez tibbiy yordam ko'rsatilgan. Holat yuzasidan Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi, Yo'l harakati xavfsizlik boshqarmasi mas'ul xodimlari tomonidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda deyilgan xabarda. Do'stlar, xabarimiz keng tarqalishi uchun like tugmasini bosing. Eng so'nggi yangiliklardan birinchilardan bo'lib ogoh bo'lish uchun, bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling.